Sovchi yoki nozik mehmonlarni kutadigan bo'lsangiz, $100 ko'rsatuv o'rgatilayotgan bu shirinlik retseptini tekinga o'rgatib qo'yaman. Faqat bittagina shartim videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ldi. Video oxirigacha ko'rsangiz, tvorogli va mevali piroglarni suvi chiqib ketmasligi uchun bitta sirni aytib o'tganman. Kakaoli pisochni xamir uchun ketadigan hamma mahsulotlarning grammajlari bilan to'liq opisiyaniyada yozib qoldirganman. Xamirimizni teng ikkiga bo'lib tindirgunimizgacha nachinka va konfisini tayyorlaymiz. Quruq tvorogdan foydalanish kerak. Agar tvorogli suvli bo'lsa, doka yordamida suvini siqib ajratib olsanglar bo'ladi. Olchali konfisi uchun olcha, shakar, suv eritilgan kraxmalni qo'shib aralashtirib, gazda xuddi shunaqa quyuqlik yegunigacha 5-10 minut qaynatamiz. Agar bunaqa kichkina qolipda emas, gazli isida pishirmoqchi bo'lsanglar, mahsulotlarni 2 barobar ko'paytirib tayyorlaysizlar. Xuddi shu ketma-ketlikda pirogimizni yig'ib 180 gradusda 35-40 minut davomida pishirishga yuboramiz. Bu orada oshxonadagi yordamchi salfetkalarimiz hidlanib qolmasligi uchun uni Bavi super очистительga ivitib, yaxshilab tozalab olamiz. Instruksiyasidan to'g'ri foydalanib, originaldan olsanglar, har qanaqa dog' va chirklarni bemalol tozalab beradi. Ustiga qaymoq bilan shokoladni eritib qo'yib, xohlagan mevangiz bilan bezatib, dasturxonga tortsangiz bo'ladi. 4-5 kun tursa ham qotib qolmaydigan, mazasini yo'qotmaydigan shirinligimiz tayyor. Albatta tayyorlab ko'ring, like bosib obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.